Ey, shu oy pensiyam kelishib kechikdi-da, qachon kelarkin? Do'stim, hali ham naqd shaklda pensiya olyapsanmi? Plastik kartada pensiya olsang bo'lmaydimi? Mana men misol uchun plastik kartada pensiya olaman. Har oyni 5-sanasigacha kartamga tushadi. Pensiyam qachon kelarkin deb kutib o'tirmayman. Rostdanmi? Kartada olsam shunaqa tez tushadimi pensiyam kartamga? Zo'r ekan-ku bu. Albatta-da. Bundan tashqari, plastik kartada pensiya olsang, olayotgan pensiyangni 1% qo'shimcha to'lab beriladi. Qo'shimcha to'lov deysanmi? Hada, bankomatdan pensiya pulingni naqdlashtirsang, ushlab qolinadigan komissiyadan yutqazmasliging uchun bu joriy etilgan. Juda qulay ekan. Bugunoq bankka borib, pensiya uchun plastik karta ochtiraman. Men ham bir zamonaviy pensioner bo'laychi. Aytgancha, o'zi plastik karta ochtirish uchun qaysi bankka borishim kerak? Istalgan bankka borib ochtirsang bo'ladi. Senga eng zo'r joyini aytaymi? Plastik karta ochtirganingdan keyin pensiya jamg'armasiga ham borib o'tirishing shart emas. Chunki pensiya jamg'armasini o'zi bankdan hamma ma'lumotlaringni elektron olar ekan va keyin pensiyang shu kartanga tushaverar ekan. Biz nuroniylarga juda zo'r qulayliklar yaratishibdi-ku. Bo'lmasa bugundan boshlab choy pulini plastik kartada to'laymiz-da, qani ketdik. Siz ham pensiyangizni kartada oling. Undan foydalanish oson va juda qulay.